Ay 2 soatdan beri chaqiryapman. Quloqlaring karmi? Eshitmamiz daga. Hadi. Tez hamma qish kiyimlarini yig'ishtirib olib sandiqqa joylashtiramiz. Ona. Ha, qo'y mana shu yerga. Endi bularni qishda kiyasizlar. Ona sandiqqa qo'ymaylik shuni o'tgan safar men kurtkam sichqon yegan. Ha, ana shuning uchun. Sichqon? Ana, endi yolmaydi. Ibi ona kurtkam kissasiga ragat ham qo'lib olib bering. Shuncha narsani qaytarib chiqaraman endi. Pishk o'ynaysan, ketdik uka. Ha shu sekin akuranni qo'parlaring buni. Keyingi yil salafini qo'qamiz yana trezaga. Mana akuranni oldim, buni etib tozala, tez bo'l. Sanab dur. Quramani to'kmagilamga. To'kilgani yo'q-ku. Xo'pdi. Gap qaytarma uka. Qilaydi gap qaytarib. Bu nima ishlamaydi? Uka, men ushlam uni. Qara. Mana bitta qilay. Uka, bekor qiling-da, axir ukamiz-ku bu. O'zing boshlading-ku, ona. Qani bachalarim kelinglar, mana xolang ko'ylak beryapti. Mayga. Ha, kiyim ko'rmaganlar. Aya, akam ko'ylak yirtdi. Men qilgan yo'q shuni. Baqopki. Ana, bo'ldi. Bak. Bu yoq yamoqchi bo'ldi-ku, qanday kiyaman aya? Aka shuni bekor yopishtirdik-da. Zo'r chiqadi ishon. Aka to'xta o'zim yulay shuni. Uka, bekor yopishtirding-da, undan ko'ra kitob o'qiylik, yur. Ona mana emas. Hoy dadasi, men indamagina pisib qayerga ketyapsiz? Xon saroyini vatan rezerv loyihasidan uy olaykan bo'lsak, boshlang'ich to'lov 30% ekan. 36 oyga muddatli to'lovga qolgan to'lasa bo'lar ekan. O'shani ko'rib kelay. Ey, darrov qayting. Ha, qaytishimga do'ppichada osh qilib qo'yking, qaymi? Sabz yo'q uyda. Onajon sizga ro'mollik sovg'aga. Voy, meni polvonlarim, bolajonlarim. Ey, ana bu televizor nimaga yonmayapti? Yo'q, bu erkin buzdi ona uni. O'zimaga piyola chotdi. Sen o'zing qildik. O'zing otding-ku men. Buyoqqa. Yoshli